agar sen meniki bo'lmasang, agar men seni mana bu erkaklarga sotaman, или o'sha proses bo'laman degan paytda nanam qochib ketganlar. Представляете, вот ko't bachcha desam ham bo'ladi. U ko't bachcha onam endi qochib ketdilar-ku. Endi biror nimadir bo'lsa undan so'raydilar. Uyga birinchi bo'lib keldi, Rossiyadan kelgan bobom-buvimlarga onamni yomonlab, onam qochib ketganlarini aytgan. Onamda hozir na pul bor, na telefon bor. Onam milisaxonaga qochib ketganlar. U odam agar onamni topib kelsa, milisaga rus tilini biladilar, aytib tushuntirib berganlar ham. Xudoga shukr, dokumentlarini olib ketganlar. Keyinchalik o'zlariga ish topganlar, dokument qilganlar. Endi sizlar so'ranglar, u ko't bachchaga biror nima qilindimi, jazo qilindimi deb so'rasalaringizlar, yo'q. Nima uchun? Chunki u kelib aytganki, что nanam kimdirni o'zlariga topib, o'sha bilan qochib ketganlar. U yo'l qo'ymaslikka harakat qilgan, lekin nanam shunaqa уже ajrashgan-ku, ajrashganlar raso bo'ladi-ku, shu uchun qochib ketganlar. Bu to'ki, конечно же, u birinchi kelib aytgani uchun nanam hali o'sha yerda qolib, endi ras keldimmi, bolalarim uchun, uchta bolamni boqishim kerakligi uchun deb ishlaganlar. Uni oilasi bor, xotini bor, boshqasi. Hech kim bu narsaga ishonmagan. Tipa u примерный семьянин. Понимаете? Erkaklar kimnidir otasi bo'lishi mumkin, kimnidir eri bo'lishi mumkin, kimnidir o'g'li bo'lishi mumkin. Ular oilada boshqa inson, ko'chada boshqa inson. Shu ma'noda men aytyapmanki, что hech qaysi erkakka ishonib bo'lmaydi. Ajrashganingizdan keyin albatta o'zingizni baxtingizni topasiz, lekin buni tezroq qilishga harakat qilmang. Hammaga ham ishonmang. И plus sevaman, yaxshi ko'raman degan odam pustoy обещание bermaydi, to o'ziga kerakli narsani olguncha. И всем пока.